Kapı kapanıyor. Door closing. Xullas, Turkiyadamiz, Istanbulda. Ba'zi bir sabablarga ko'ra reysimiz qoldirilgan. 12-kun soat 8:20 tushishimiz kerak edi. Bir kunga roppa-rosa 24 soatga qoldirildi. 13-kuni, Wallet floor. rahmat. 13-kuni Yukarı çıkıyor. soat 8:30da o'tadigan bo'ldik xullas. Roppa-rosa 24 soatga qoldirilgan. Mayli, bunda ham bir hikmat bor. Mehmonxonaga keldik, mehmonxonaga joylashdi. Bir kun bu yerda dam olamiz. Keyin ertaga chiqib ketamiz. Turkiyani Istanbul chiroyli joylar ekan. 11-qavatga joylashdik. Xonalari yaxshi, sharoitlari yaxshi. Bir tomondan qoldirilgani ham yaxshi bo'ldi shekilli. Bemalol dam olib keyin ketamiz. Toshkentdan Istanbulga 6 soat yo'l yurib, biroz charchadik. Mana shu mehmonxonadamiz. Wi-Fi'lar bor. Wi-Fi'ni hozir ulatib chiqdim. 11-14-xona. Birinchi qavatda joylashgan ekan, baland ekan. Manzaralar ham zo'r ko'rinar ekan. 11-13, 11-14 mana shu xonamiz. Mana shu kartani shunga qo'yamiz. Mana shu bizning xonamiz. Kofeni damlab ichib oldik hozir. Dush bu tarafda. Mana shunaqangi joylar. Hamma yoq paryatkali zo'r joy ekan. Televizor bor ekan bu yerda. Güçlü akıntılar aman vermiyor. Ha? Ulan. Manzara nima deyapti manzara? Bir anda akıntıya kapılıyor. O'ta serqatnov yo'l ekan. Ama annesi pes etmeyecek. Mana shu yerda bir kun dam olib, ertaga chiqib ketamiz endi, xudo xolasa.